Katta natijalar kichik harakatlardan boshlanadi. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan super buxgalter marafonini ikkinchi bonus dars haqida gaplashamiz. Sizlar bilan bugungi mavzuyimiz buxgalteriyani mohiyati haqida bo'ladi. Ya'ni qanaqa qilib buxgalteriyani mohiyatini oson, tez, sodda tilda tushunish va undan tashqari qanaqa qilib o'ziga bo'lgan ishonchi oshirib super buxgalter bo'lish haqida gaplashamiz. Men bu so'zni juda ham ko'p ishlataman o'rtoqlar, chunki super buxgalter bo'lish oson narsa emas, lekin siz harakat qilsangiz, albatta ustozlar bilan bu natijaga erishasiz. Ko'pincha super buxgalter o'zi nima degan ma'noni so'rashadi. Ya'ni super buxgalter bu buxgalteriyani mohiyatini yaxshi tushunib, o'ziga ishonchini orttirib, qo'rqmasdan buxgalteriyada bemalol mazmun mohiyat bilan ishlash. Ya'ni ichki xotirjamlik. Chunki u inson buxgalteriyani tushunadi, qo'rqmaydi, o'ziga bo'lgan ishonchi bor va yon atrofidagi shogirdlariga ham bemalol o'rgata oladi. Bu men uchun super buxgalter. Juda ham ko'pchilik buxgalterlar operator bo'lib ishlashadi. Nimaga? Mazmun mohiyatini tushunishmaydi. Buxgalteriyani mohiyatini tushungansiz, biz oddiy sodda narsalarni o'rgansak, tushunolsak bo'ldi. Buxgalteriyani mohiyatini tushunib o'rganamiz. Lekin juda ham ko'pchilik buxgalteriya sohasida yurganlar operator buxgalter. Men ham xuddi shunaqa ko'p yillar operator buxgalter bo'lganman, lekin shu qo'shimcha bilimlarni o'rganib, sekin-sekin buxgalteriyani mohiyatini tushunib, bu bilimlarni boshqa insonlarga ham o'rgatyapman. Men bitta narsani har doim misol keltiraman. Mana ovqat yeyapmiz, ovqat yeyotganimizda uni ta'mini his qilamiz. Achchiq, sho'r, shirin degan mazmunlar kelib chiqadi. Agar siz buxgalteriyani ham mohiyatini o'rganib olsangiz, xuddi shunaqa his bo'ladi. Esinglardami, 2020-yilda koronavirus bo'ldi. Bu koronavirusda juda ham ko'pchiligimiz bu kasallik bilan kasallandik va ta'm bilish qobiliyati bizda yo'qoldi. Ya'ni yeyotgan narsamizni nimaligini, ta'mini his qila olmadik. Operator buxgalterlar ham xuddi shunaqa bo'lishadi. Ya'ni buxgalteriyani mohiyatini tushunishmaydi. Aslida unaqa qiyin narsa emas. Buxgalteriyani mohiyatini bitta darsda ham o'rganish mumkin. Men YouTube'da ham qo'shimcha darslar berganman. Kelinglar, bugun shuni ko'rib chiqamiz. Sizlar buxgalteriyaga kirganda yoki buxgalterlar bilan ishlaganinglarda yoki buxgalteriyaga kirganda nimalarni bilishim kerak degan so'zlarni eshitgansizlar. Ya'ni birinchi o'rinda balans va moliyaviy natijalar. O'rtoqlar, balans va moliyaviy natija faqat buxgalteriyada emas, oddiy hayotda ham bor. Har bir ishimizda balans bor. Mana tasavvur qilinglar. Ishlaysiz, o'qiysiz, shaxsiy hayotingiz, rivojlanishingiz, har birida balans tushunchasi bor. Ya'ni nima degani o'zi bu balans? Balans bu tarozi. Ya'ni sizni aktivlaringiz va majburiyatlaringiz, ya'ni haq-huquqlaringiz va siz bajarishingiz kerak bo'lgan vazifalar, ishlar. Ya'ni oddiy tilda men sizga bugun tushuntirib beraman. Misol uchun, balansda aktiv bor va passiv bor. Passiv, aktiv va passiv. Bu nima degani? Juda ko'pchilik aktiv passivni eshitgan, lekin tushunmaydi. Ko'p buxgalterlar balans qilishadi, lekin balansning mohiyatini tushunishmaydi. Yoki kimdir chizadi, ya'ni yasama balans topshiradi, yoki kimdir ustozdan so'raydi, boshqa insonlarga pul berib qildiradi yoki ustozlardan yordam so'raydi. Men aytmoqchi bo'lganim, siz hozirgi bilimlarni o'rganib, bu yil balansni mustaqil o'zingiz topshira olasiz. Men bunga va'da beraman. Endi kichkina elementlardan boshlaymiz. Bizda buxgalteriyada muhim elementlar bor. Ya'ni buni birinchi ko'rinishi bu aktiv. Bu aktiv bizani birinchi elementimiz. Aktiv nima degani? Aktiv bu sizni qo'lingizdagi telefon, sizni uyingiz, qo'lingizdagi pul. Ya'ni aktiv deganda bu haq-huquq. Ya'ni men buni sizlarga alohida qilib ko'rsatib beraman. Aktiv bu haq
Huquq, ya'ni siz bundan foydalanish huquqingiz bor. Bu sizniki, bu meniki deb ayta olasiz. Ya'ni men boshqa birovdan, ya'ni sizdan pul olishim kerak bo'lsa, men sizga tovar berganman, siz menga pul hali bermadingiz. Mana bu ham aktiv. Menga qachon berasiz pulimni deb so'ra olaman. Ya'ni meni haqqim bor. Bu aktiv. Meni qo'limdagi pul, plastikimdagi pul, tillalarim, uyimdagi oziq-ovqatlar, uyimdagi o'sha inventarlarning barchasi bu meni aktivim, chunki u menga tegishli. Bu buxgalteriyani birinchi elementi. Endi buxgalteriyani keyingi elementi, ya'ni passivni biz ikkiga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni bizda majburiyat va xususiy kapital. Majburiyat va xususiy kapital. Bularning xos farqini tushuntirib beraman. Ikkalovi ham qarz, men berishim kerak degani qarz, lekin bularning farqi bor. Misol uchun, xususiy kapital degani bu biznes egasini sarmoyasi. Qo'pol qilib aytganda, sizni yaxshi, chiroyli, bilimli inson bo'lishingiz uchun ota-onangiz kiritgan sarmoya, ota-ona bizga sarmoya kiritgan. Bu dunyoga kelishimiz, katta bo'lishimiz, o'qishimiz, yeb ichishimiz, kiyinib yurishimizni o'zi bu sarmoya. Ota-ona bizga kiritgan. Bu xuddi o'sha xususiy kapital. Va endi majburiyat bu qarz, bu ham qarz, bu ham qarz, lekin buni muddati bor. Misol uchun, men o'rtog'imdan qarz oldim, uni berishim kerak. Men bankdan qarz oldim, uni berishim kerak. Meni bo'ynimdagi qarz. Demak, oddiy so'zda aytadigan bo'lsak, bu qarz. Berishim kerak. Aktiv haq-huquq olishim kerak. Bu meniki deb ayta olaman. Bu doska meniki va endi balki men buni qarzga olgandirman. Buni pulini o'rtog'imdan olib turganman. Demak, buni pulini men o'rtog'imga majburiyat pulini berishim kerak. Mana bu menda passiv. Demak, aktiv nima? Bu meniki. Passiv qarzim, majburiyatlar, to'lashimiz kerak degan so'z. Buxgalteriyada 5 ta muhim element bor. 5 ta muhim element. 5 ta. Birinchisi aktiv, ikkinchisi majburiyat, uchinchisi xususiy kapital. Mana bu uchalovi bizda balans bilan bog'liq. Shaxsiy hayotingizda ham balans bor, rivojlanishda ham balans bor, o'qishda ham, har bir narsada balans bor. Oddiy misol qilib aytaman. Qarang, siz o'qishga keldingiz, sizni haqqingiz o'qishni so'rash. Qani kim o'qitadi, ne dars bo'lmayapti deb so'rash. Sizni majburiyatingiz darsga vaqtida kelish. Mana balans. Shaxsiy hayot, er va xotin, ya'ni erni haq-huquqi ayolidan talab qilish, tozalik, farzandlar tarbiyasi, oziq-ovqatlar, to'g'rimi? Lekin majburiyati uy bilan ta'minlash, pul bilan ta'minlash, oziq-ovqat bilan ta'minlash. Mana balans. Endi ayol misolida ko'ramiz. Ayolning haqqi, aktivi, haq-huquqi turmush o'rtog'idan uy, joy, pulni talab qilish, majburiyati esa farzandlarini, o'sha erini talab qiladigan narsalar bor edi-ku, o'sha ovqatlar, tarbiya, tozalik, mana bu uni majburiyati, demak balans. Shaxsiy rivojlanishda har bir narsada balans bor. Yaqinda balans bo'yicha men o'zimni Telegram yopiq kanalimni ochaman, unda ham to'liq ma'lumotlarni beraman. Xo'p, endi 3 ta element farqiga borib oldik, tushunib oldik. Endi keyingisiga o'tamiz, ya'ni daromad haqida gaplashamiz. O'rtoqlar, bizda daromad va xarajat bor. Bu moliyaviy natijalarning elementi. Ya'ni boyagi 3 ta sanagan elementimni keyingisi. Daromad va xarajat. Juda ko'pchilik daromad deganda pulni tushunadi. Bu xato. Pul mana aktivda bo'ladi. Pul aktivda. Daromad so'zida pul degan joyi yo'q. Men ishladim, hali pul olmadim, bu daromad. Men shot faktura berdim, men pul olmadim, bu daromad. Men xizmat ko'rsatdim, pul olmadim, bu faqat daromad. Daromadni tan olish. Ya'ni qachon bo'ladi daromad? Ish bajarilganda, xizmat ko'rsatilganda,
tovar berilganda, tovar sotganimda bo'ladi. Tushunarli? Oy 31-yanvar tugadi. Siz daromad ko'rgan shaxssiz. Nega? Chunki siz ishladingiz, lekin oyligingizni hali berishmadi. Oyligingizni berishganda sizga pul qo'lingizga tushadi, bu aktiv bo'ladi. Bu daromad. Endi xarajat. Xarajat bu pul ketdi degani emas. Daromad bu pul keldi degani emas. Xarajat bu pul ketdi degani emas. Juda ko'pchilik korzinkaga kirib ro'zg'orlik qilsa xarajat qildim deb o'ylaydi. Juda ko'pchilik kursga pul to'lasa xarajat qildim deb o'ylaydi. Yoki kitob sotib olsa xarajat qildim. Yo'q, o'rtoqlar, bu xarajat emas. Bu hammasi aktiv. Bu pulni ko'rinishi o'zgarib, sizga investitsiya bo'lib kirib keldi. Bu aktiv. Xarajat qachon bo'ladi? Xarajat siz nimagadir начисление hisobladingiz, lekin uni evaziga pul kelmadi. Bu nima degani? Misol uchun, men xodimlarim bor. Xodimlarimga ish haqqi berishim xarajat. Nega? 10 million pul berdim, 10 millionga tovar kelib qolmadi. Mana bu xarajat. Men GAIga tushib qoldim, GAIga shtraf to'ladim, uni evaziga biron bir narsa kelib qolmadi. Mana xarajat. Internet ishlatdim, internet menga shot faktura berdi, tugadi, bo'ldi interneting dedi. Uni evaziga biron bir narsa kelib qolmadi. Mana xarajat. O'rtoqlar, boyagi 3 ta elementdan tashqari 2 ta element daromad va xarajat. Daromad va xarajatni siz mohiyatini mana shunaqa oddiy tushunib olsangiz, sizda ochilishli bo'ladi. Ya'ni bitta narsa bor-da. Mana ko'p buxgalterlar 1Sda qiynaladi. Nega qiynaladi? Buni asosiy sababi bu insonlar обороткani tushunmaydi. Mana nimaga обороткani tushunmaydi? Chunki ular provodkada qiynaladi. Provodkani nimaga tushunmaydi? Chunki ular balans va finrezni bilmaydi. Nima uchun balans bilan finrezni bilmaydi? Mana 5 ta elementni bir-biridan farqlolmaydi. Buxgalteriya balans bilan boshlanib, balans bilan tugaydi. Ya'ni men har doim darslarimda mana mohiyatini to'xtanglar, u tushunib hammadan eshitib ketmanglar. Siz tushunib oling. Oddiy narsalardan hayotda nimalar bo'lsa, buxgalteriyada ham xuddi shunaqa narsalar bor. Faqat uni standartlarini oddiy sodda tilda tushunib olishingiz kerak. Nima uchun meni shogirdlarim ko'p, ya'ni meni yaxshi ko'rishadi. Men oddiy sodda tilda tushuntirib beraman. Chunki murakkablik kerak emas. Buxgalteriya qiyin emas. Oddiy mohiyatni o'rganaylik. Mana misol uchun buxgalteriyada eng ko'p bo'ladigan ishlar nima? Pul o'tkazish yoki pul bizga kelib tushishi, dogovorlik qilish, shot fakturalarni yozish, oyliklarni hisoblash, NDS hisobotlar, 1S. Bularni barchasini ildizi aktiv, passiv, daromad, xarajat. Nima uchun? Chunki движение bor. Men YouTube kanalimda operatsiyadan 8 tur degan narsa bor. Buxgalteriyada faqat mana shu 8 ta operatsiya bo'ladi. Shuni formulasini bilib olsanglar, bo'ldi. Siz demak buxgaltersiz. Buxgalterlar daho odamlar emas, oddiy insonlarmiz. Mana uyda o'tirgan, qo'ldan hech narsa ish kelmagan ayol, mana sizni oldingizda hozir sizga ilm beryapman. Nima uchun? Ko'p yillar operator buxgalter bo'lib ishlab yurdim, 10 yildan oshiq. Keyin tushunib yetib, o'rganib, mohiyatini insonlarga tushuntirishib bergandan keyin Alloh meni o'sha manfaatli ilm uchun ommaga tanitib qo'ydi. Siz ham bu ishni qila olasiz. Men qildimmi? Oddiy, hech narsani bilmasdan turib, sekin-sekin o'rganib qildimmi? Siz ham qila olasiz. Meni minusim, men ko'p vaqt yo'qotib qo'ydim. Lekin siz tezroq natijaga chiqmoqchimisiz? O'rganing, oson. Bir oyda ham yaxshi buxgalter bo'lishingiz mumkin. Bir oyda ham. Buning uchun ustoz, atrof muhit, bilim, o'zingiz ustingizda tinmasdan, intizom bilan ishlasangiz, albatta bo'lasiz. Hozir sizga ajratib berdim. Super buxgalter bo'lishingiz uchun balans, finrezni tushunishingiz uchun aktiv, passiv, daromad, xarajatlarni bir-biridan farqiga bora olsangiz, siz mohiyatni yaxshi tushunadigan buxgalterga aylanasiz. Buxgalteriyada qiyin narsa yo'q. Qaranglar, kunlik buxgalterlar nima ishlar qilishadi? O'sha pul, shot faktura, отчетlar. Lekin bu
buxgalter degani emas, bu operator degani. Buxgalter degani, главный buxgalter, super buxgalter degani balansni mustaqil qila oladigan, ularni elementlarini farqlay oladigan, hamma narsani o'zini joy-joyiga qo'ya oladigan buxgalter tushuniladi. Men o'ylayman, bugungi darsimiz sizga manfaatli bo'ladi. Sizdagi o'zingizdagi bloklar yoki tushunmagan narsalar sekin ochilishni boshlaydi. YouTube kanalimda bepul darslar bor. Undan tashqari yana marafonimni 3-kuni ham bonus darslar beriladi. Undan tashqari ham men ilm berishdan to'xtamayman. Borgan sari sizga osonroq, to'liqroq, yaxshiroq tushunish uchun qo'shimcha darslarni yo'lga qo'yaman. O'rtoqlar, men har doim aytaman, harakat bugundanmi yoki bugundanmi? Ya'ni sizda harakat bugundan, siz chunki bu darsni ko'rib harakatga tushdingiz. Agar men aytganlarimni qilib, ketma-ketlikda o'rgansangiz, 2 oyda o'ziga ishongan, qo'rquvlarni yenggan, buxgalteriyaga katta pullarga tayyor eng zo'r kadrga aylanasiz. Men bunga ishonaman. Rahmat kattakon. Xudo xohlasa sizlar bilan keyingi darsda ko'rishamiz.